2024-yil 5-fevral bu oddiy sana emas. Bu Sino tibbiyot texnikumi tarixida birinchi sahifa ochilgan muqaddas kun. O'sha kundan boshlab biz nafaqat yangi dargohni, balki yangi umidlarni, orzularni va yuksak maqsadlarni yo'lga qo'ydik. Ilk darslar, ilk guruhlar, ilk quvonchlar va katta yo'l boshlandi. Bugun esa faxr bilan aytamiz. Biz bir yilda katta yutuqlarga erishgan, ilmlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirgan qalbi orzuga to'la ilm dargohimiz. Ilm, amaliyot va ustozlar Sinoning yuragi. Sinoda bilim bu faqat daftar va qalamda emas, u har bir harakatda, har bir amaliy mashg'ulotda yashaydi. Ustozlarimiz darslarni nafaqat o'rgatish, balki ilhom berish, ruhlantirish, kasbga muhabbat qo'yish yo'li bilan olib boradi. Biz uchun har bir amaliyot bu birinchi qadam, birinchi mas'uliyat, birinchi kasbiy zavq. Talabalarimiz haftaning har bir kunida o'z sohasini jonli tajriba orqali o'rganadi. Bizning o'quv dargohida turli tadbirlar o'tkazib boriladi. Jumladan, anatomiya kechasi bilim bilan ijod uyg'unligining yorqin namunasi bo'ldi. Bu jarayonda talabalar anatomiya fanini badiiy ifoda orqali aks ettirib, fanga muhabbatini namoyon etishadi. Milliy qadriyatlar va onalarga ehtirom festivali bizni ildizlarimizga, mehr va hurmatga yana bir bor bog'ladi. Madaniyat, urf-odat va qadriyatlar aynan bizning kelajagimizni mustahkamlaydi. Yil davomida biz bitta oila bo'lib, unutilmas damlarni birga yashadik. Qasamyod bu oddiy so'z emas. Bu halollik, fidoyilik, mehr va vatanparvarlikning eng oliy timsolidir. Talabalarimiz qalblarida ulug' maqsadlar bilan kasbga sodiqlik qasamyodini qabul qilishdi. Samarqandga sayohat nafaqat mukofot, balki tarixga nazar va vatanga muhabbat, ilmga, san'atga mehr qo'ygan yoshlik sabog'i bo'ldi. Ikkinchi kurslarimiz ajoyib xotiralar bilan qaytishgan bo'lsa, birinchi kurslarimiz ham ko'p vaqt o'tmasdan sayohatga borishdi. Namangan gullar festivalida tabiatning go'zalligiga yana bir bor amin bo'lishdi. Go'zal Farg'ona tabiatining bag'rida Sino jamoasi ko'ngilochar o'yinlar o'tkazishgan. Hosil bayrami, talabalar festivali, zakovat musobaqasi barchasi yoshlarning iqtidorini, bilimi va iste'dodini ochib berdi. Zakovat bu aql jangi. G'oliblarimiz jamoa ishlashi, tez fikrlash va bilim asosida oldinga chiqishdi. Zukko hamshira kasbni yurak bilan his etganlar tanlovi bo'ldi. U nafaqat aql, balki mehr, g'amxo'rlik va professionallik bahosi edi. Eng yaxshi ayol pazanda mehr bilan tayyorlangan taomlar madaniyatning bir bo'lagi sifatida yodda qoldi. Balet qizlar tanlovi bu go'zallik, madaniyat, ziyolilik va jasorat uyg'unligi edi. Team building bizning mehr va birdamligimizni yanada mustahkamlaydi. Bugun biz bemalol ayta olamiz. Sino bu faqat texnikum emas, bu hayot maktabi. Bu yerda biz orzu qilishni o'rgandik, bilim olishni, amaliyotga qo'llashni, bir-birimizga tayanishni, katta oilaga aylanishni o'rgandik. Sino bu nafaqat texnikum, bu hayot maktabi. Siz bu yerda nafaqat bilim olasiz, balki orzu, maqsad va g'urur topasiz. Bizga ishoning, siz tanlagan yo'l eng sharafli yo'l.